Do'stlar, mana shunaqangi vesovoy qo'ylardan olamiz deganlarga soni 6 don. Chiroyli, baquvvat, polvon narsalar. Eng qizig'i yoshlari ham yosh-a Zoirbek bular. Hammasini yosh aka. Qanaqa yoshlari? O'sha deyapmi? 4 tish bormi? 2 tish ekan. 2 tish qo'y aka. Mashalloh. Qani bitta metrda qo'yib qo'yingchi. 85 plus. Akalar so'liqlar nima deyapti? Uzunligini qaranglar jonivorlar. Vesi ham aka 100 kilo. Vesi ham, juvoy vesi ham 100 kilo plus minus. Nari qorasi ham endi 2 yashardan 3 yasharga o'tyapti aka. Qochib turing. O'sha optoga haydaylik jonivorlar. Oppog'i nima deyapti akalar? Oqini ham ushlab berdi Yorbek. Ash qoralari katta ekan-a? Ha. Oh, gap yo'q lekin bori. Ko'lamizmi? Bos. Och jonivor, so'lovni gulini, haqiqiy oppog'ini olamiz deganlarga mana akalar. Tishini bitta ko'rsatib beringchi. Mana aka. 4 tish ekan-a? aka. Ajoyib. Bular bo'g'ozmi yo qisirmi? Qo'chqor bilan yurgan aka. Qo'yib yuboring. Aha. Qo'chqorlarni bemalol qo'shib olishaveradi aka, yana bitta sinab. Aha. Bir joyga necha puldan e'lon qilamiz Zoirbek bularni? 6 uni olganga Jasur aka 8 million 800 dan yetkazib beramiz aka, aytgan joyiga. 6 va 8 million 800. Bir joyiga aka 8 million 800 dan. Yana ozmoz xayri bor-a? 6 uni olganga xayrini qilib beramiz. Gap yo'q. Ishqibozlarga mana pastda raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar akalar.